Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, qadrli podpischilarimiz, sizlarga Ko'shkibir avtomarketdan JAK M3 geldi. 2023 yılda ishlab chiqarilgan avtomobilimiz egadan gap turibdi. Kraskalari toza, 18.000 kilometr probeg. Kraskalari toza, 18.000 probeg hech emas bu mashinalar uchun, bilasizlar. Propanlar qo'yilgan, mashinaning mamestasi o'ziniki, o'zida turibdi. Zimni balonlarda ishlarni ham ko'rsatar bu xato. Yana hamma mestasi o'ziniki turibdi, top-toza bo'lib. Poliklar döşalgan. Arkasında yana zapaskasi, propani teyinda. Salon teyinda turibdi. Bahası 205 milyon so'm naqd bo'lsa ustida kelishsak bo'ladi. Savdolash qolaverasizda, egadan gap turibdi mashin. Qiziquvchilar bo'lsa, pastda nomerlarimiz bor, yurtdoshlar. Keyin trekkerlarimiz Premier, LS, LTZ har xil modelini, har xil markasidan taxlab qo'yibmiz sizlarga. Barter avtokredit bilan ham kelishtirib beraveramiz. Keyin 12'larimiz. Bunda 5-chi pozitsiyasi bor. 3-chi pozitsiyasi. Keyin Gentra, Malibu, Captiva hammasidan bor. Kimda bo'lsa kelsangiz naqd pulga sotib olamiz, kelishsak yoki bo'lmasam sotib beramiz yurtdoshlar. Kelaverasizlar.